Hurmatli O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisi Baxtiyor Jahangировich, sizga bojxona qonunchiligini takomillashtirish yuzasidan onlayn tarzda video murojaat tarzida o'z fikrlarimni, takliflarimni yana bildirib o'tmoqchiman. Xabaringiz borki, biz bojxona qonunchiligini takomillashtirish yuzasidan Oliy sud raisi, ya'ni sizni qabulingizda bo'lib, hamda Oliy sud sudyalari bilan siz tomonidan tashkil etilgan uchrashuv jarayonida takliflarimiz bildirganimizda takliflarimiz haqiqatdan o'rinli ekanligi, dolzarb masala ko'tarilganligi va bu yuzasidan plenum qarorlariga o'zgartirish kiritish lozimligi javob xati tarzida ham bizga taqdim etildi. Lekin hozirga qadar bojxona qonunchiligini takomillashtirish bo'yicha plenum qarorlariga hali hanuz o'zgartirish kiritilmadi. Taklifimiz nimadan iborat? Ma'lumki, bojxona qoidabuzarligi bo'yicha qonunchiligimizda ikki xil jazo belgilangan. Ya'ni ma'muriy huquqbuzarlik bo'yicha ma'muriy jazo hamda jinoyat ishlari yuzasidan jinoiy jazo belgilangan. Bularni asosiy farqlovchi asosiy omil sifatida bojxona chegarasidan olib o'tilayotgan tovar qiymati bilan belgilanadi. Ya'ni tovar qiymati bazaviy hisoblash miqdorining 500 barobardan oshgan holatlarda fuqarolarga nisbatan jinoiy javobgarlik, agar bazaviy hisoblash miqdorining 500 barobari, ya'ni hozirgi kunda 206 million so'mdan oshmagan holatda ma'muriy huquqbuzarlik belgilanadi. Endi kelamiz ma'muriy huquqbuzarlik holatiga. Agar tovar qiymati bazaviy hisoblash miqdorining 500 barobardan oshmagan, ya'ni 206 million so'mdan oshmagan holatlarda fuqarolarga nisbatan ma'muriy huquqbuzarlik belgilangan vaqtda ma'muriy huquqbuzarlik yuzasidan bojxona xodimlari tomonidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 271-moddasi 11-bandi asosida 30 kunlik muddatda ixtiyoriy ravishda bojxona to'lovlarini to'lash imkoniyati beriladi. Natijada sud orqali bizda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 271-moddasi 11-qismi asosida fuqarolarga nisbatan yuritilgan ma'muriy huquqbuzarlik ishlari tugatiladi, ma'muriy javobgarlikdan ozod qilinadi hamda tovarlar qaytarib berilishi ko'zda tutilgan. Lekin tovar qiymati bazaviy hisoblash miqdorini 500 barobardan oshgan hollarda fuqarolarga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishlari yuzasidan dastlabki tergov va dastlab tergov natijasida ayblov xulosasi asosida sudga chiqarilgan jinoyat ishlari yuzasidan sud tomonidan tovarlari vaqtincha saqlovga olingan tovarlar, ya'ni bojxona qoidabuzarligi yuzasidan vaqtincha saqlovga olingan hamda ashyoviy dalil deb topilgan tovarlar taqdiri bizga davlat egaligiga musodara qilingan holatda fuqarolarga jarima, aksariyat holatlarda jarima jazosi belgilanmoqda. Taklifimiz shundan iboratki, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 271-moddasi 11-qismida belgilangan birinchi marta ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan fuqarolar 30 kunlik muddatda ixtiyoriy ravishda bojxona to'lovlarini to'lab, javobgarlikdan ozod qilish bo'yicha belgilangan imtiyoz jinoyat ishlarida ham qo'llanishini taklif etaman. Ya'ni, Jinoyat kodeksining 182-moddasi bo'yicha birinchi marta fuqarolarga nisbatan jinoiy javobgarlik, jinoiy ishi qo'zg'atilgan holatlar aniqlangan vaqtda yuritilgan jinoyat ishlari 30 kunlik muddatda ixtiyoriy ravishda bojxona to'lovlari to'langan taqdirda yuritilgan jinoyat ishini qo'zg'atilgan jinoyatchini tugatish va ularga tovarlari qaytarib berilishini taklif etaman. Vaholanki, bizda jinoiy javobgarlik Jinoyat kodeksining 43-moddasida belgilangan jinoiy javobgarlikda bizda davlat egaligiga o'tkazish bo'yicha, ya'ni musodara etish bo'yicha moddiy norma mavjud emas. Bundan tashqari Jinoyat protsessual kodeksining 211-moddasida ashyoviy dalillarning taqdirini hal etish jarayonida Jinoyat kodeksining 182-moddasi bo'yicha vaqtinchalik saqlovga olingan ashyoviy dalillarning taqdirini hal etish jarayonida bizda davlat egaligiga o'tkazish, ya'ni musodara bo'yicha Jinoyat protsessual kodeksining 211-moddasida belgilangan protsessual norma mavjud emas. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 30-moddasida hech kim rasmiy e'lon qilinmagan qonun hujjatlari asosida mol-mulkdan mahrum qilinish va jazoga tortilishi mumkin emasligi belgilab o'tilgan. Lekin sudlarimiz tomonidan Jinoyat kodeksining 182-moddasi bo'yicha ashyoviy dalillar taqdirini hal etish jarayonida bizda davlat egaligiga, ya'ni musodara etishda huquqiy asos sifatida O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 2023-yil 20-fevral kunidagi bojxona qonunbuzarligi yuzasidan sud amaliyoti to'g'risidagi 2-sonli plenum qarorining 21-bandida keltirilgan bojxona qoidabuzarligi yuzasidan qo'zg'atilgan jinoyat ishlari bo'yicha vaqtinchalik saqlovga olingan ashyoviy dalillar davlat egaligiga o'tkaziladi deb ko'rsatilgan rahbariy ko'rsatma asos sifatida olinyapti. Ma'lumingizki, O'zbekiston Respublikasining Sudlar to'g'risidagi qonuni 22-moddasiga asosan O'zbekiston Respublikasi Oliy sud plenumi qonunchilik qo'llash yuzasidan tushuntirishlar berish vakolatiga ega. Lekin o'zida imperativ
moddani qabul qilgan, mujassam etgan normani O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenum qarorida chiqarishi vakolatga ega emas. Lekin sudlarimiz O'zbekiston Respublikasining Sudlar to'g'risidagi qonun 25-moddasiga asosan O'zbekiston Respublikasi Oliy sud plenum qarorlarini huquqiy asos sifatida olishi majburiy tusda rahbariy ko'rsatma sifatida belgilangan. Shu sababli O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisi Baxtiyor Jahongировich O'zbekiston Respublikasi Oliy sud plenumining 2023-yil 20 fevraldagi 2-sonli plenum qarorining 21-bandini qonunchilikka muvofiqlashtirish lozimligini taklif etaman. Bundan tashqari, bizda Jinoyat kodeksining 182-moddasida, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 271-moddasi 11-bandda ko'rsatilgan imtiyozlarni bojxona Jinoyat kodeksining 182-moddasida ham o'zgartirish sifatida kiritilishi lozim deb hisoblayman. Bu o'zgarishlar bizga nima olib keladi? Muhtaram Prezidentimiz tomonidan O'zbekiston Respublikasida turizm salohiyatini oshirish, odil sudlov va qonun ustuvorligini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlarni qo'llab-quvvatlanishiga muvofiq keladi deb hisoblayman.